oylavi kuvonç emas. Bu yerde ikram fakat o gliga kelin kidirma yaptı. Uz sonadondagi izden çıkan muvazzanatni tuzatmokçi. Uning nazarida şirin, odo bilim, poklik vaeng muhimi, şifo ramzi. Akbarni oyoka turg izayotgan kiz shohruhning ham hayotini joyiga soladi. Degan ishonch paydo bo'ldi. Lekin aynan shu yerda ksato boshlanadi. Chunki odamlar ko'pincha bir kizni inson sifatida emas, muammoning yechimi sifatida ko'ra boshlaganda fojia yaqinlashadi. Shohruhning o'zi esa bu gaplarning ichida g'alati holatda qoldi. Tashqaridan qaraganda u itoatkor ogilga o'xshaydi. Lekin ichida allaqachon boshqa bir tugun bor. Uning shirining yonida o'zini tutishi, keyin boshqa bir qizga gul tutib, noqulay va chala hislar bilan yurishi, uning qalbi allaqachon ikkiga bo'linganini ko'rsatdi. U gul berdi, lekin bu gulning ichida samimiy sevgidan ko'ra ko'proq ikkilanma bor edi. Qiz ham buni sezdi. U kuldi, savol berdi, Shohruhni noqulay kildi. Chunki ayol ko'ngli juda tez sezadi. Oldidagi erkak rostdan, ko'nglidan kelib gapiryaptimi yoki nimanidir, yopishga urinayaptimi? En keskin sahnalardan biri esa Shohruh bilan uning sirli yaqinligi bor qiz o'rtasidagi to'qnashuv bo'ldi. Bu sahnada muhabbat emas, egalik, qo'rquv va inkor gapirdi. Qizning alamida juda katta haqiqat bor edi. U o'zi bilan yashirincha yaqin bo'lgan erkakning endi boshqa qizning ko'nglini olayotganini ko'rdi. Shohruh esa eng sunuk himoya usulini tanladi. Munosabatning o'zini inkor qilishni, go'yo oradagi hislar bo'lmagandek, go'yo yurak hech qachon tan olmagandek. Aslida bu joyda uning muhabbati emas, qo'rqoqligi ochildi. Chunki chinakam erkak ikki ayol orasida qolmaydi. Avval o'z haqiqatini tan oladi. Shohruh esa bir tomondan uy bosimini his qilyapti. Ikkinchi tomondan o'tmishini uzolmayapti. Uchinchi tomondan esa yangidan pokkorinishga urinmoqda. Bu juda xavfli aralashma. Shunaqa odam ko'p o'tmay hammani kuydiradi. Homila masalasi atrofidagi janjal esa bu qismning eng portlovchi nuqtasi bo'ldi. Bu yerda gap faqat tug'ilajak bolada emas. Bu yerda erkakning mas'uliyatdan qochishi bilan ayolning yo'lig izlikda ezilishi to'qnashdi. Erkak g'azab bilan gapirdi, tahdid qildi, go'yo farzand uchun kurashayotgandek ko'rindi. Lekin ayolning birgina e'tirozi butun pardani yirtib tashladi. Agar shu bola shunchalik qadrli bo'lsa, nega uni ochiqdan olmaysan? Nega meni himoya qilib qat'iy turmaysan? Nega hamma yukni mening bo'ynimga tashlaysan? Mana shu savollar juda og'ir. Chunki tahdid qilish oson, mas'uliyat olish qiyin. Ayolning jahli, haqorati, hatto erkakligini shubha ostiga olishi bejiz emas. U sevganidan emas, suyanchik topolmagani uchun zaharga aylanyapti. Endi bu homila oddiy sir bo'lib qolmaydi. Bu homila yaqin orada bir uyning tinchini, bir necha odamning obro'sini va ikki ayolning taqdirini bir yo'la o'zgartiradigan qurolga aylanishi mumkin. Feruzaning onasi esa bu qismda ochiqchasiga eng sovuq hisob kitob qiladigan odam sifatida ko'rindi. Uning qiziga bo'lgan mehri ham aslida mehnat, ksorlik va boylik bilan o'lchanayotganini ko'rdik. U qizining ko'z yoshiga achinmayapti. Uning qalbi ezilganini o'ylamayapti. Uning oldidagi maqsad boshqa. Qanday qilib yana o'sha xonadonga kirish, qanday qilib o'sha boylikka yo'l ochish, qanday qilib Akbar atrofidagi yangi qizni yo'qotish. Bu juda dahshatli ruhiyat. Ona qiziga sabr, poklik yoki ozodlikni emas, manfaati uchun qaytishni buyuryapti. Eng og'ir gap ham shu bo'ldi. Akbar tuzalsa ham, tuzalmasa ham, hatto o'lib ketsa ham, boylik qoladi, degan sovuq fikr aytildi. Demak, bu ayol uchun inson emas, meros muhim. Bunday niyat hech qachon jimgina o'tmaydi. Bu albatta bir kun kelib jinoyat darajasidagi fitnaga aylanadi. Feruzaning o'zida esa ichki qarshilik paydo bo'la boshladi. U onasining gapi bilan ko'p yashagan, ko'p chidagan, ko'p narsani ko'ngliga ko'mgan.
Lekin bu qismda u birinchi marta ko'nglining tubida jirkanish borligini ko'rsatdi. U boylik evaziga nogiron yo'niga qaytish qanchalik kamsituvchi ekanini his qilyapti. Biroq shu bilan birga u hali uzil-kesil qaror qiladigan darajada kuchli emas. Mana shu ikkilanish juda muhim. Chunki bunday odamlar bir kun vijdon tomon og'adi, bir kun g'azab tomon. Qaysi tomonga o'gishi esa atrofdagi birgina zarbaga bog'liq bo'ladi. Agar uning yana siqishsa, u fitnaga sherik bo'lishi ham mumkin. Agar biror odam chin dildan unga haqiqatni ko'rsatsa, u butun rejani o'zi fosh qilishi ham mumkin. Shirinning atrofidagi bosim ham tobora kuchayib boryapti. U hozircha faqat shifokor, vazifasini biladigan, muloyim, odobli qiz bo'lib turibdi. Lekin u allaqachon Buxonadonning markaziga tortilib bo'ldi. Akbar uchun u shifo umidi. Ikrom uchun ideal kelin. Shohruh uchun qochib bo'lmaydigan tanlov. Boshqa bir ayol uchun esa xavfli raqibga aylandi. Komilning uni sevishini ochiq aytib qo'yishi ham bejiz emas. Bu shirin atrofida hali yana bir hissiy to'qnashuv borligini ko'rsatadi. Dostonning himoyachi ohangi esa bundan keyin shirin bilan bog'liq har bir masala yumshoq hal bo'lmasligini bildirib qo'ydi. Agar Shohruhning siri ochilsa, birinchi bo'lib aynan shirin emas, uning atrofidagi erkaklar keskinlashadi. Bu esa voqeani oddiy sevgi uchburchagidan kattaroq janjalga aylantiradi. Ikromning Shirinni kelin qilish haqidagi gapiga Shirinning darrov rozi bo'lmagani ham juda nozik nuqta. U buni odob bilan qaytardi, lekin bu rad javobida bir sezgi bor edi. U hali Buxonadonda ko'rinmayotgan og'riqni his qilyapti. Shohruhning ko'ngli toza emasligini, uy ichidagi havo tinch emasligini, bu taklif ortida oddiy bahs emas, qandaydir shoshilish borligini sezgandek. Agar Shirin shu sezgiga quloq sols, u o'zini katta falokatdan saqlab qoladi. Lekin agar atrofdagilar bosimi bilan bir marta bo'lsa, ham Shohruhga imkon bersa, o'sha uchrashuvning o'zi sirlarni yuzaga chiqarishi mumkin. Menimcha, keyingi qismlarda eng birinchi portlaydigan chiziq Shohruhning ikki olam orasida qolgan haqiqatidir. U uzoq vaqtni o'ylasini, na sirli munosabatini birga ushlab tura olmaydi. U Shiringa yaqinlashgan sari boshqa. Qizning rashki va alami kuchayadi. O'sha qiz esa jim qoladigan holatda emas. U allaqachon inkordan charchagan, endi u isbot talab qiladi. Agar homila masalasi ham shu odam bilan bog'liq bo'lsa, unda vaziyat yanada dahshatli tus oladi. Chunki bu holda Shohruh nafaqat xiyonatkor, balki mas'uliyatdan qochayotgan odam sifatida fosh bo'ladi. Agar bu sir Ikromning quloqiga yetsa, u aqliga achinishdan oldin g'azab qiladi. Bu qismda eng dahshatlisi kimningdir baqirgani emas, kimningdir ishida allaqachon sinib bo'lgani edi. Chunki bu safar yuzlarda ko'ringan ko'z yoshidan ham xavflisi aytilmay qolgan gaplar bo'ldi. Kimdir sevgini himoya qilayotgandek ko'rindi, aslida esa o'z manfaatini saqlab qoldi. Kimdir o'ylayotgandek gapirdi, aslida esa birovning taqdirini qurbonlikka tayyorlab qo'ydi. Eng og'riqlisi shundaki, bu uyda hech kim butun haqiqatni aytmayapti, lekin hamma bir-birining yarasini juda yaxshi biladi. Samiraning qolishni tanlagani tashqaridan qaraganda oddiy qarordek tuyulishi mumkin. Lekin aslida bu qizning eng og'ir ruhiy burilishlaridan biri shu bo'ldi. Uni olib ketmoqchi bo'lishdi, baxtsiz deb atashdi, achinishdi, ayblashdi, lekin u ketmadi. Nega? Chunki ba'zan inson sevgan joyida emas, sinayotgan joyida qoladi. Samira Buxonadonda sevgidan ham ko'ra ko'proq o'z g'ururi bilan turibdi. U ketib qolsa, hamma uni yengilgan deb o'ylaydi. Qolsa esa, har kuni qalbini yutib yashashga majbur. Mana shu ichki qarama-qarshilik uning keyingi qadamlarini juda xavfli qiladi. Chunki endi Samira faqat ko'ngli bilan emas, o'zini isbotlash uchun yashay boshlaydi. O'zini isbotlash uchun yashayotgan ayol esa ko'p narsani kechiradi,
lekin bir kun kelib hammasini birdan sindiradi.